Hammaga salom, sizlar bilan men Sonic, ya'ni Peter Parker va men o'rgimchak odamman va men hozir birgalikda sizlar bilan Peterga Smart Boy'ga bu ham endi Peter haqida boshqa dunyoda ishgan. Hozir bir prank qilamiz. Bu o'qib bergan kostyumini qaranglar. Xo'p, mayli, hozir bizga bir prank qilamiz. Nima qilasan desangiz, hozir qaranglar. Hop, mana ko'ramiz. Bu kostyumlar butun nimadir bor. Voy, kuchuk deb. Voy. Peter, seni sezdim. Nima? Tushishim mumkin. Seni sezdim. Qanaqasi sezing? Axir o'rgimchak odamman. Keyin bu kostyumni men ixtiro qilganman. Faoliyatlarini bilaman. Endi mana kirka senga. Babu o'rgimchak sezgisi bor. Da, lekin men axir senga hujum qilmoqchi emas edim-ku. Yo, barmaganda. Hop, mayli. Uni buni qo'y, ikkita kompyuter qo'yibsan, nima bu yerda ikkalamiz ishlaymiz ham. Masalan, Yo, bunga просто bittagan muhim qolmas. Ikkita. Bu yer nima? Aniqlab boshqa odam kuzata olmaydi. Menda ikkita kostyum bo'lsa, senda Ha. 3 tami? Tomoni men quruq qo'l bilan kelmaganman bu yoqqa. Men har doim anaqani o'ylaganman. Hop, kostyumingiz dan o'tkazyapman. Bu kostyum ustida g'o'lab keyin o'zingga beraman. Oy. Qaysi kostyum? Ha, ana bumi simbiot kostyum. Ha. Oo. Bular yo'q. Bo'pti, mayli men unda, Bular. mayli unda markazga boraman, xo'p? Sen ishingni qilib o'tir shu yerda. Aha. Ana bu yasadim qara. Joker qochib ketmaydi axir. Yana ozroq kerak. Joker qochib keta olmaydi u yerdan. Yo'q. Sun'iy yo'ldoshlar. Shasi kutib o'tiramanmi men? Давай. Hop. Ha? Tepaga. Ala. Men bu o'yinda eng kuchlisi menman. Nima bo'ldi? Bilmayapsanmi? Sen qarab o'tirgan edim-ku. Nimani? Ham yo'q, katalog. Yaxshi men o'zimga qo'yib qo'ygandim sarg'abga. Chila yotib ham yo'q. Men bu o'yindan chiqyapti deb o'ylabman bu ovozda. Maqbul qurolini tutadi. Sen mas'uliyat his qilishni o'rgan. O'yinchoq deb o'ylabman-da uncha. O'yinchoq deb o'yinimda. Shahring xavfsiz bo'lsa, nima? Aytdim-ku axir senga o'zim oldindan aytib qo'ydim-ku senga. Men tushunmayman bu narsalarga, kompyuteringga deb. Sen mashqda o'tirsan, faqat qarab, o'ynab o'tirma. Men yordamim kerak bo'ladi. Voy, podpischilar qaraysizlar. Nima deyapsan? Hech nima. O'yin qurolini saqlaga. Hop. Tak, Simbiot. tak, yaxshi. Axir Simbiot nima? Kostyum tayyor bo'ldimi? Bu boshqa men o'ylagan. Nima bo'ldi? Qarnash. Nima? Qarnash. Qarnash? Kim bu Qarnash? Qarnash. Kim bu? Sen simbiot kimini yaratgan anaqa Venom deganni eshitdingmi? Ha, Venomdan o'sha xabarim bor. Hop. O'sha Venomdan ham kuchli u. Nima? Yo'g'i. Undan katta bahaybatli. Sen mashtu ko'rib o'tirib yordaming mashtu o'tirib o'yin qurolini tutib qolmasin. Sen qayerga ketyapsan? Men ketdim. Qaytga? Menda uni yengish kerak bo'ladigan narsa bor. Men uni yengishni bilaman. Qanaqasi yengmoqchisan uni? Ular olov va tovushdan qo'rqadi. Sen mashtu o'tir, tushundingmi? Xo'p. Shu joyga o'tira olmayman men. Men senga kerakman. O'tir ol. Oy. Men bankda oldiman, qayerdasan sen? O'sha Qarnash deganing ham qani? Men sarlabs qaytolmayman, Peter. Oy. Men Starlabs emasman.
Nimaga chiqding Petro? Senga yordam kerak deb o'ylabman axir. Qani o'sha karnaj deganing? Yo'qvordim. Yo'q, bor. Qanaqasi? Hozir oldinga boraman. Olovdan qo'rqadi ular. Kostyumda olov chiqaradigan qayi bor, mos. Seni kostyumingda hamma narsa bo'lsa kerak-a? Ha, shunga bu kostyumni kiydim. Nima ovozi? Mana. Pulsim o'lchovman. O'chir ovozini. Ey, Peter! Nima o'chirinyapti? Idiot mantekcha. Ya tavba. Nima bo'lishi o'qan? Nima? Tit degan ovoz deganmidi? Qani eshitaylikchi. Yo'q, hech nima bo'lmayapti. Hech nima. Tepadan chiqish kerak edi bu hozir lekin. Hop. Tak. Bitta kontra bosib chiqaymi? Bu ham seni bir qo'yib mana. Bu ham bir seni ki. Oy. Bu seni kiymimi bu? Hoy Peter sen. Seni tushunmayapman men. Bu odam Peter yo'q. Nimalar deyapsan? Oy. Ko'rinmasa bo'ldi. Bu sesmasa kerak. Ay. Ey, sinmayapman. Hozir kuchim ketib qoladi. Hayır ama. Qochib ketaman. Bu nima edi? Bir maxluq. Peterga nima bo'ldi? Bir kiyimi deb o'ylabman bir yana. Do'sting o'lishini olaysanmi yoki? Yo'q. Do'sting ichki a'zolari ichidaman. Olasam jigarini yeb qo'yaman yoki yuragini. Bor yo'qol. Teginma unga. Qo'y, Peter. Peter? Ha? Nima qo'yib bilmayman. Men yo'q kerak. Bu senmisan axir? Ha. U meni boshqarmoqda. Oy, sen. Joyi. Kim bo'lsa ham qo'yib yubor uni. Yo'q endi. Kim bo'lsa ham qo'yib yubor uni. Yo'q. Meni nodiy joyimni u biladi, lekin shunday ham o'ldira olmadi meni. Axir. Kartash degani senmisan? Ha. Bu ismni sen tilingga olishga noloyiqsan. Sen bilan yaxshilashib bitim tuzamiz. Nima demoqchisan bu gaping bilan? Qara, gap peshit. Hop. Men sen do'stingni olaman. Evaziga esa meni tinch qo'yasan. Nima? Eshitganing. Sen Peterni joyiga qo'y, keyin gaplasha olamiz. Rosa o'kirish yaxshi ko'rar ekansan sen. Bo'pti. Sen yaxshicha gaplasha olar deydigan bor ekan. Voy. Vas. Yomon o'rimchak yoqtiraman. Do'sting kerakmi shunchalik? Ha, uni o'z holiga qo'y. Unda ol. Qara, do'sting o'sha olasanmi? Uka. Oy yo'q. Hay. O'ldiradi o'yladingmi? Yo'q, rostdan o'ldira olmayman. Uni o'ldirib o'zim tirik qolishim mumkin. Qanaqasiga? Menga bitta tana bo'lish shart yashashim uchun. Tana bo'lmasa ham ozmuncha yasha olmayman. Uningga. Sen bo'lishni xohlaysanmi? Peter, sen bilan hammasi axir yaxshi edi-yu. Kekin Yo'q, Peter yo'q. Qachon men xohlasam shunday chiqadi.
Balkim sen bilan shunchaki bitim qo'yarmiz a qarindosh. Balkim shunchaki masalan Manda qo'rquv ekening bilinib turibdi. E. Voy, qornim ochyapti. Rahmat go'shtlaring uchun. shoshma. To'xta.